va oxirgi vitaminimiz va vitamin K. Bir necha nomlar bor. Fitominadianin, filokuin, fitonadianin, minakuyanin, xullas ko'proq van qo'shimchasidan tugatamiz. Shu vanni eslab qolishinglar yetar. Qolganini shunga moslab topib olaverasizlar. Funksiyasi yuqorida ko'rganimizdek 2,9 faktorlarni aktivlashtirish vazifasini bajarib beradi. Ya'ni epoksid reduktaza fermenti ishlaydi bu yerda. 2,9 faktorlar va bundan tashqari protein C va Sni ham aktivlashish uchun kerak. Bu reaksiyani to'liq yozadigan bo'lsak, CS kabi oqsillar bor, coagulation faktorlar. Bularni aktivlashish uchun bizga epoksid reduktaza fermenti kerak. Demak, bu ferment vazifasi mana bu faktorlarni aktiv holatga keltirish, yuqoridagi faktorlarni aktiv holatga o'tkazib berish. Aktiv holatga o'tkazish uchun esa bu aktiv faktorlarga demak karboksil guruhga qo'shib beradi. Karboksil guruhga qo'shilgandan keyin bu faktorlar aktivlashar ekan. Endi bu epoksid reduktaza fermentini normal ishlab uchun bizga vitamin K kerak. Yuqorida ko'rayotganimiz varfarin ham, vitamin E ham aynan mana shu epoksid reduktaza fermentini funksiyasini blokab qo'yadi. Ya'ni vitamin K o'zini funksiyasini bajara olmaydi, shuni hisobiga qon suyuqlashib ketadi. Demak, bu ham vitamin K ham vitamin B12 singari, vitamin B9 singari ichakdagi mikrobiota, ya'ni bakteriyalar hisobiga sintezlanadi. Qaysi mahsulotlarda ko'proq uchraydi bular? Ya'ni leafy greens, ya'ni ko'proq karamda uchraydi ko'proq. Anina do'stlar, e'tiborlaringizni jo'yamiz, ya'ni neonatal hemorrhage. Yangi tug'ilgan bolalarda bosh miyasida gematomalar, ya'ni bosh miyasida qon quyilishlar yuzaga keladi. Sababi nima? Sababi bularda yangi tug'ilgan bemorlarda vitamin K zaxirasi bo'lmaydi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda vitamin K zaxirasi bo'lmaydi. Bundan tashqari ichagida ularni mikroflorasi bo'lmaydi. Chunki hech qanaqa bir oziq ovqat yemagan bular yangi tug'ilgan chaqaloq. Shuni hisobiga, ya'ni ichakdagi hosil bo'lmasligi va jigardagi zaxirasining yo'qligi hisobiga bu yerda bemorda vitamin K kamayib ketgan bo'ladi yoki yetishmovchilik bo'ladi, umuman yo'q bo'ladi desak, shuni hisobiga mana bu faktorlar aktivlashmaydi. Aktivlashmagandan keyin qon juda ham suyuq bo'lib qoladi. Suyuq bo'lgandan keyin qon ketish, ya'ni hemorrhaj holati, bosh miyaga qon quyilashi hisobiga. Bundan tashqari PTT oshishi mumkin ekan. Ya'ni protrombin vaqti ham, partial protrombin time ham, ya'ni ikkalasi ham ortadi. Chunki mana bu 2,9 o'nlarimiz bular laboratoriyada PT ko'rinishda namoyon bo'ladi. Ya'ni chuqur kirish shart emas, gematologiyada batafsil gaplashamiz. Faqatgina mana shu 2,9 o'nlarimiz laboratoriyada demak PT ko'rinishini bilsak yetadi. PTT ko'rinishda qolgan faktorlar ko'rinadi, lekin kasallik og'ir kechgan holatlarda 2,9 o'nga yetishmovchiligi PTTni ham oshishiga sababchi bo'ladi. Tushunarli. Endi uzoq vaqt antibiotik qo'llash hisobiga ham kelib chiqar ekan. Fikrlar esa qo'shiladilar. Bularni normal sintez qilish uchun vitamin K ni ichakda mikroflora, ya'ni maxsus bakteriyalar kerak bo'ladi. Agarda antibiotik beradigan bo'lsak, mana shu normal flora buzilib qolib, vitamin K ham sintez bo'lmaydi, so'rilmaydi.
Ana shu chaqaloqlarda kelib chiqadigan demak bosh miya qon quyilishini oldini olish uchun tug'ilgandan tezda vitamin K inyeksiya qilinadi. Shu joygacha savolinglar bormi? Savollar bo'lsa berishinglar mumkin. Bo'lsa davom etamiz. Sink yoki ruh. Demak, ruh fermentimiz, ruh mineralimiz ko'plab fermentlarni normal ishlab turishi uchun ahamiyatga ega ekan. Ya'ni fermentlarni maxsus ruh barmoqchalar, ya'ni zinc fingers bo'ladi. Bu zinc fingers ya'ni ruh barmoqchalarini normal shakllanish uchun fermentlar tarkibida bizga ruh minerali kerak bo'ladi. Ya'ni mana shu fermentlarni normal ishlab turish uchun bizga ruh kerak ekan. Agarda bu ruh yetishmaydigan bo'lsa, qanday holatlar kelib chiqadi? Ya'ni yara bitishi kechikib ketadi, immunitet tushib ketadi, male gipogonadizm, ya'ni erkaklarda gonadal sistema, ya'ni testosteronlarga, testosteron normal sintez uchun ham bizga ruh minerali kerak. Shuni hisobiga demak male gipogonadizm yoki impotensiyagacha ham olib kelishi mumkin. Bundan tashqari tuklar chiqishi kamayib ketadi, testosteron va hokazo gormonlar kamayishi hisobiga. Shuni hisobiga qo'ltiq osti, yuz sohasiga va jinsiy sohada tuklar yo'q bo'ladi xullas. Va bundan tashqari yana anosmiya holati ham kelib chiqadi, ya'ni hid bilmaydi bular. Bular demak akrodermatit, enteropatika degan kasallik bilan uchraydi bo'ladi, ya'ni nasliy defekt bo'ladi bularda, ya'ni ruhda so'rilmaydi. Ruh so'rilmasligi hisobiga ularda quyidagi holat, ya'ni ter to'kilib ketishi, diareya va yaralanishli terida toshmalarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni terining ochiq qismlarida o'sha yaralanishli terida turli xil toshmalar ko'ringan. Bundan tashqari yana oyoq va qo'l bosh barmoqlarida ham mana shu yaralanishli toshmachalarni biz ko'ramiz. Ana shu yetishmovchiligi, ya'ni ruh yetishmaydigan bo'lsa, bundan tashqari yana alkogolik sirrozga ham sababchi bo'lib ekan. Ya'ni alkogolik sirroz alkogollarda ana shu sink yetishmovchiligi ko'proq uchraydi. O'zimni olib qaraydigan bo'lsak, mana shu sirroz bor bemorlarda, alkogoliklarda ko'plab vitamin va mineral yetishmovchiligi uchraydi. Bulardan eng ko'p uchraydigan ikkitasini eslab qo'yinglar, ya'ni vitamin B9 va sink. Ikkalasi demak alkogolik sirrozlarda kamayib ketadi. Mana akrodermatit enteropatiya qaraydigan bo'lsanglar, ya'ni ko'plab terisida yaralanish yuzaga kelgan. Juda ham og'ir holat. Terining ochiq qismlarida ko'plab xavfli toshmalar kelib chiqadi. Ayni ko'plab Afrika mamlakatlarida, Afrika davlatlarida ko'plab uchraydigan kasallik, ya'ni protein energy malnutrition holatlari. Bu birinchisi kwashiorkor kasalligi. Bularda
ko'plab demak protein malnutrition, ya'ni oqsil yetishmovchilik kelib chiqadi organizmda. Ya'ni ovqat yetarlicha emasligi hisobiga oqsil organizmda kamayib ketadi. Shuni hisobiga bularda shishlar kelib chiqar ekan. Normada qon tomir bor va hujayralar aro bo'shliq bor. Agarda qonda oqsillar kamayib ketadigan bo'lsa, onkotik bosim kamayadi. Onkotik bosim kamaygandan keyin bu yerdagi suyuqlik bosim yuqori tarafga, ya'ni hujayralar bo'shliqqa taraf qarab harakatlanadi. Hujayralar bo'shliqqa suyuqlik o'tgandan keyin to'qimalarda shish paydo bo'ladi. Shuni hisobiga umumiy edema, ya'ni shish kelib chiqar ekan. Ana endi organizmda shunaqa xususiyati borki, qonda oqsil kamayib ketadigan bo'lsa, qonni normal bosimini saqlab turish uchun kompensator ravishda yog' sintezi kuchayib ketadi organizmda. Ya'ni oqsillarni to'ldirish kerak, plazmadagi yog' sintezi oqsil so'rilmasligi hisobiga organizmda ko'plab yog' sintez qilish boshlaydi. Ya'ni mana bu onkotik bosimni oldingi holatga keltirish uchun. Ana organizmda ko'plab qonda yog' ko'payib ketishi hisobiga jigarda funksiya buzilishi, ya'ni ko'plab yog' o'zgarishlar, ya'ni ko'plab yog' to'planishlari kelib chiqadi. Mana shu qonda yog' ko'payib ketishi hisobiga, sintez kuchayib ketishi hisobiga. Klinikal belgisi kichik bola va shishgan qorin, ya'ni bularda edema, ya'ni bu yerda ko'proq suyuqlik to'plangan. Suyuqlik to'planishi hisobiga qorin shishib ketadi. Ya'ni mnemonic ham qilgan ekan, osonlashtirib, ya'ni meals oziq-ovqatlar degani bog'lab qolsa bo'ladi. M harfiga malnutrition, edema, anemiya, yana oziq-ovqat normal yemagandan keyin anemiya ham kelib chiqadi, jigarda yog' to'planadi va terida giperkeratoz, dispigmentatsiya. Giperkeratoz ham terining bir qalinlashib ketishi turi. Ya'ni teri qalin bo'lib ketadi va dispigmentation, ya'ni terining normal pigmentatsiyasi buziladi. Va oxirgisi marasmus. Bularda ham malnutrition, ya'ni oziq-ovqatlarni to'liq o'zlashtirish buzilgan bo'ladi. Lekin bularda shishlar bo'lmaydi. Kvashiorkorlar farqli ravishda shunisini ajratib olsanglar bo'ladi. Bularda dietada kaloriyasi kam, ya'ni bular to'liq ovqatdan uzilgan odam emas, balki kaloriya kam ovqat yeydigan odamlarga ko'proq kelib chiqar ekan. Ya'ni nutrientlar to'liq yo'qolmagan bo'ladi. Ya'ni yuqorida ko'rganimizdek to'liq bular demak oqsil yemay qo'yganda kvashiorkorda, bunda esa aksincha biroz kamaygan. Buni hisobida demak muskullar parchalanib ketadi, kam ovqat yeyish hisobiga. Demak, o'sish holati, ya'ni bola dastlabki oqsil yoki o'sha energiya yetishmovchilik paytida o'sishi normal bo'lib turadi. Endi agarda uzoq vaqt xronik malnutrition, uzoq vaqt davomida mana shunday kam ovqat yeb yuradigan bo'lsa yoki yetarlicha ovqat yemaydigan bo'lsa, o'sishi sekinlashib ketadi. To'liqlaydigan bo'lsa, ikkalasi ham juda ham ozib ketgan, mana muscle wasting bor, ya'ni muskullar parchalanib ketgan, lekin kvashiorkorda faqatgina qorin shishi, ya'ni edema holati bilan bir-biridan farq qilib turar ekan. Case. Yigirma yoshli ayol klinikaga tekshiruv uchun keldi. Chunki unda juda ham charchoq, oxirgi oy davomida bu charchoq yomonlashib borgan. Bu bemor yaqindagina seliak kasalligi bilan diagnoz qo'yilgan. Seliak kasalligi haqida aytib o'tdik, ya'ni ichakda so'rish xususiyati buzilgan, absorpsiyasi. Lekin bu bemor to'liq davolanmagan, ya'ni glutensiz dieta qilmagan, ya'ni gluten saqlovchi mahsulotlarni baribir iste'mol qilavergan, shunaqa diagnoz qo'yilgandan keyin
Shuni hisobiga demak malakasiyasi kelib chiqqan. Laboratoriyani tekshirib ko'rganimizda makrositlar anemiya, ya'ni eritrotsitlar kattalashib ketgan va foliyaviy kislota miqdori kamayib ketgan. Lekin vitamin B12 normada ekan. Oral foliyaviy kislota berildi. Qaysi biochemikal o'zgarishlar bu bemorda yuzaga keladi vitamin B9 bergandan keyin so'rabdi. Ana endi ko'rgan bo'lsak, bizdan nimani so'ragan bu yerda ko'proq? Ya'ni gomolistin va metil maloniy kislota metabolizmi haqida savol so'ralgan. Bilaylik, gomolistin mitiyaning o'ti. Mitiyaning o'tishi uchun bizga ham vitamin B9 kerak, ham vitamin B12 kerak. Metil maloniy kislota metil maloniy qovog'iga o'tishi kerak. Bu uchun faqatgina vitamin B12 kerak. Bizda vitamin B12 boshdan-bosh normada ekan, bizga vitamin B9 bergandan keyin quyidagi mahsulotlar qanchalik o'zgaradi deb so'rayapti savolda. Ya'ni bizda gomolistin oshgan turganda miqdori biz vitamin B9 beradigan bo'lsak, miqdori kamayadi, ya'ni sarf bo'lish boshlaydi, ya'ni mitiyaning tarafga qarab harakatlanadi degan. Mitiyaning tarafga qarab harakatlangandan keyin mitiyaning ortadi. Gomolistin esa sarf bo'lish hisobiga kamayadi. Shuni hisobiga demak birinchi javobimiz qaraymiz. Ortkamaydilar, ya'ni gomolistin kamaygan, mitiyaning ortgan javobga qarab chiqamiz. Ya'ni hozircha bizda A javob, B javob to'g'ri kelib turibdi. Demak, C javob va D javobdan chiqarib tashlaymiz o'z-o'zidan bular hech qaysiga to'g'ri kelmaydi. Faqatgina bizda A va B javoblar qoldi. Endi bir-biridan farq qila olishimiz kerak. Ya'ni A javobda metil maloniy kislota o'zgarmaydi deyapti. B javobda esa metil maloniy kislota kamayadi deyapti. Endi metil maloniy kislotani metabolizm uchun bizga faqatgina vitamin B12 kerak bo'lar edi. Bizga esa vitamin B9 beriladi deb so'rayapti. Shu hisobiga demak metil maloniy kislotada hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi degan javob to'g'ri bo'ladi. Tushunarli. Ana 12 yoshlik bola kelibdi ofisga, gait instability, ya'ni bosh aylanishlari, terisida qichishtiruvchi toshmalar bir necha haftadan buyon yuzaga kelgan. Bundan tashqari bu bemorda juda ham jahldor hamda ko'plab diareya bilan kelgan bu payt. Bu bemorda yoshligida qanaqadir bir og'ir holatlar o'tmagan, faqatgina uchragan simptomlari, ya'ni xuddi shunga o'xshash terida demak qichishtiruvchi toshmachalar chiqib turar ekan. Terisini ko'rgan paytimizda terisi qurg'urashib ketgan, aynan mana shu quyosh tekkan joylarda va cerebral ataksiya, ya'ni bosh aylanishi bor ekan. Aynan laborator tekshiruv qilgan paytimizda neytral aminokislotalarimiz siydik tarkibida ko'payib ketgan ekan. Bu bemorda qaysi demak supplement beradigan bo'lsak, bu bemorga ahvoli yaxshilanadi deb so'rayapti. Ana endi simptomlarni bir-bir sanab chiqamiz. Bizda bor demak diareya bor. Diareya bor, dermatit bor, mana yuqorida ko'rganimizdek, ya'ni quyosh tekkan joylarda har xil toshmalar chiqib turar ekan bular. Va neurologik simptomlardan ko'proq gait instability, bundan tashqari yana
Cerebral ataksiya xullas neurologik simptomlar bo'lgan. Ya'ni demensiya haqida aytmagan, lekin neurologik simptomlar bor. Buni biz demensiya deb ketsak ham bo'ladi. Ya'ni bizga to'liq aytib o'tirmayman, masalan, demensiyaga uchradi demaydi, aksincha, o'sha neurologik, umumiy neurologik simptomlar ham berib ketgan bitta simptomlarni, ya'ni kesishlik paytida simptomlarni gruppa qilib yig'ib olishni o'rganganmiz. Ya'ni bu uchlik diareya, demensiya, dermatit bu niasin, ya'ni vitamin B3 yetishmovchiligi kasb holati. Bundan tashqari yana siydik tarkibida nitral kislota, ya'ni triptofan o'tgan ekan. Bu degani ham ichakdan ham buyrakdan nitral aminokislotalar so'rilmayapti, ya'ni Hartnap kasalligi hisoblanadi bu. Ya'ni to'g'ri javobimiz bu yerda niasin. Askorbin kislota, ya'ni vitamin C qanaqa belgilarga sabab bo'ladi, biz eslab ketamiz. Perifolikular hemorrhage, gematroz va hokazo. Demak, vitamin B6 piridoksinimiz yetishmaydigan bo'lsa, ko'proq gem sinteziga ta'sir qiladi. Vitamin B6. Riboflavin, vitamin B2. Bu ko'proq neurologik simptomlar, glosit, dermatit sabab bo'ladi. Tiamin bu vitamin B1 Wernicke-Korsak sindromiga sababchi bo'lgan. Vitamin E bu antioksidant, bu neurologik simptomlar, virus hematologik simptomlarga sababchi bo'lgan. Xo'sh, tushunarli do'stlar, qanaqadir savolinglar bo'lsa berishinglar mumkin. Bugungi mavzumiz tushunaman katta edi ancha. Savollar bormi do'stlar? Okey, savollar bo'lmasa, keyingi darsga ko'rishguncha bu mavzu juda katta. Unga bog'liq hislarni, akillarni tashlab qo'yaman. Sog' bo'ling, omon bo'linglar, paka.